Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga qurilish sohasi bo'yicha $2000 dan $3000 gacha oylik maosh to'lovchi mamlakat haqida va ushbu mamlakatda qanday kasb egalariga talab kuchli, bir soatda qancha oylik maosh to'lashadi, bir kunda necha soat ishlanadi, bir oyda esa qancha oylik maosh bo'ladi. Mana shular haqida to'liq ma'lumot berishga, ushbu mamlakatga qiziqsangiz, qanday hujjatlar topshirish kerakligi va nomzodlarga bo'lgan talablar, yosh chegarasi, til bilish talabi bo'yicha qanday dokumentlar kerak bo'lishi va ushbu mamlakatga hujjat topshirganingizdan so'ng vizangiz necha yillikka berilishi va ushbu mamlakatni ish joyigacha yetib olguningizga qadar sizni hujjatlaringiz uchun, aviachipta uchun qancha xarajat ketishi haqida video davomida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Agarda sizga ushbu mamlakat va kasb yo'nalishlari yoqmasa, balki boshqa mamlakat haqida fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirasiz. Balki keyingi video sizni fikringizni inobatga olgan holda bo'lishi mumkin. Ana endi ushbu mamlakat qaysiligi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Siz esa video pastida yoqdi degan belgi bor, mana shu belgini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xo'p, bu mamlakat Isroil. Isroilda hozir qurilish sohasi bo'yicha ishlar juda kuchli va avj olib bormoqda. Bundan 5 yil oldin aynan Samarqanddan Isroil mamlakatiga ish yo'nalishlari va ish turlari bo'yicha ishga ketishlar boshlangan. Ayniqsa bular o'sha vaqtda enagalik sohasi, qariyalarga qarash va qurilish sohalarida edi. Hozir O'zbekiston bo'ylab qurilish sohalarida ko'pchilik Isroil mamlakatiga ishga jo'nab ketishmoqda va eng kerakli ish yo'nalishlari qurilish sohasida bu apolovkachi, armaturchi, g'isht teruvchi, payvandchi, plitka teruvchi, suvoqchi va bo'yoqchi. Xo'p, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Apolovkachi bu apolovka o'rnatasiz, armaturachi bu armatura to'qiysiz, g'isht teruvchi bu g'isht terish, payvandchilik bu svarshilik, xo'p, suvoqchiligi bu deylik shpaklovka, suvoq bilan ishlaysiz, kafelni, klik, rotman, mana shular bilan, bo'yoqchi esa emulsiya hamda kraskalar bo'yicha ishlaysiz. Xo'p, ana endi ushbu mamlakatda bir soatda eng kam oylik ish haqqini aytib o'taman. Bir soatlik ish haqqisi bu 34 shekelni tashkil etadi. Isroilning o'zini pul birligi bu shekel deyiladi. 34 shekel hozirgi kunda $12 ni tashkil etadi. Ya'ni siz qurilish sohasini mana shu yo'nalishida 1 soat ishlab bersangiz $12 to'lashadi. Bir kunda 10 soat, 12 soatgacha ish bo'ladi. Agar 10 soat ishlasangiz $120, 12 soat ishlasangiz esa $140 ni tashkil etadi. Xo'p, ana endi bir kunda 12 soat, 10 soat ishlansa, bir haftada esa 6 kun ish, bir kundan dam kuni juma kuniga to'g'ri keladi. Juma kuni ishlamaysiz va dam olasiz. Xo'p, bir oyda esa mana shu kunlik ish haqqlarini faqat juma kunini ayirib tashlagan holda bir oyda qancha bo'lishini hisoblab ko'rishingiz mumkin o'zingiz oylik maoshlaringizda. Menimcha Isroilda bayramlar ko'p, ayni bayram kunlari ham ishlamaysiz va u kuni ham sizga oylik maosh yozilmaydi. Va Isroilga mana shu ish o'rinlarida hujjat topshirish uchun qanday talablarga mos kelish kerak? Bunda faqatgina erkaklar 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishlari kerak, rus tilini bilishlari kerak muloqot darajasida. Xo'p, bizni Telegram kanalimizga kirsangiz, hozir ro'yxatdan o'tish ishlari boshlangan. Toshkent Yashnobod shahri monomarkazida Isroil ish beruvchilari bilan 8-9 iyun kunlari suhbat va amaliy imtihon bo'lib o'tadi. Mana shulardan xabardor bo'lib turish uchun, balki boshqa Germaniya, Angliya bo'yicha vakansiyalarga ega bo'lish uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu
Bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, suhbat bo'ladi ish beruvchilar bilan nomzodlar o'rtasida suhbat qanday bo'ladi? Siz mana shu aytib o'tilgan yo'nalishlari bo'yicha bordingiz Toshkentga Isroil ish beruvchilari bilan imtihondan o'tish uchun va suhbat qilish uchun. Birinchi sizga aytiladi, ya'ni siz shpaklovkachisiz yoki bo'yoqchi yoki g'isht teruvchi. Oldingizda 50 tacha g'isht va rastvor bo'ladi, suvoq. Ya'ni o'shani ish beruvchilarning ko'zini oldida suvab berishingiz kerak, g'ishtni terib berishingiz kerak bo'ladi. Shpaklovkachilar esa ko'rsatib berishlari kerak ishlardan namuna. Birinchi imtihon mana shu, ikkinchi imtihon esa rus tilidan suhbat bo'ladi. To'g'ri, Isroilning o'zini tili yevriy tili, lekin yevriy tilini o'zbekistonliklar o'rganishi bu o'zimizga umuman begona bo'lgan, hattoki bu til bo'yicha to'garak guruhlari ham juda kam. Deylik, Samarqandda borligini bilaman, boshqa viloyatlarda bormi yo'qmi bilmadim. Hattoki YouTube ijtimoiy tarmoqlarda ham bu tilni o'zbekchadan yevriychaga o'rganish uchun ko'rsatib o'tilgan to'garaklar yo'q. Shuning uchun til bo'yicha talab rus tilini tashkil etadi. Xo'p, Isroilda ko'p yevriylar bor. Isroil unaqa mamlakat deyishingiz mumkin. Isroilni 40-45% arablar tashkil etadi. Ya'ni arablar va u yerga ishga borgan chet el musofirlari. Xo'p, ana endi deylik, ish beruvchi siz bilan suhbat qiladi. Suhbatga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, suhbatda aytiladigan va so'raladigan savollar. O'zingizni tanishtiring, rus tilida o'zingizni tanishtirasiz. Bu sohada necha yildan beri ishlayapsiz? Qaysi mamlakatlarda bo'lgansiz? Isroil haqida sizni fikringiz. Siz rus tilida sizdan so'ralgan savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tganlar esa dokumentlarni topshiradi. Topshirilishi kerak bo'lgan dokumentlar bu, qarang. Qizil pasportingiz, 3x4 ko'rinishda oq fonda suratingiz kerak bo'ladi va keyingisi sudlanmaganlik haqida hujjatingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Kimdir 11 yillik maktab bo'lsa, attestat, kollej bo'lsa, diplom, litsey, universitet, institut, magistratura bo'lsa ham diplomingizni topshirib ketishingiz kerak bo'ladi va hujjatlaringizga qo'shib testdan va imtihon va suhbatdan o'tganlar $500 to'lov qilishadi hujjatlari bilan birga. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida sizga 5 yillik Isroil ishchi vizasi beriladi va ana undan keyin qolgan to'lovni qilishingiz mumkin bo'ladi va 5 yil xohlagan vaqtingiz Isroilga borib ishlab, xohlagan vaqtingiz O'zbekistonga kelib ketishingiz ham mumkin. Agarda har oy yoki har 6 oyda bir marta yoki 1 yilda bir marta kelaman deganlar uchun kelib ketish imkoniyatlari ham bor. Xo'p, ana endi ketish xarajatlarini, talablarini aytib o'tdim. Xo'p, Telegram kanalimizga a'zo bo'lsangiz, balki Isroil bo'lmasa Germaniya, Kanada, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Niderlandiya, Daniya haqida, Avstraliya, Janubiy Koreya, Yaponiya mamlakatlari tomonidan taklif etilayotgan ish o'rinlarimiz bor. O'sha mamlakatlarga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga Isroil qiziq bo'lmasa. Xo'p, ana endi sizga to'liq ma'lumot aytib o'tdim deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov. Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Bolgariya mamlakatidan taklif etilayotgan eng talabgir ish o'rinlari haqida aytib o'taman. Ish o'rinlarining pastidan qancha oylik berilishi, yosh talabi, til talabi hamda mana shularni to'liq aytib o'tishga harakat qilaman. Ana endi Bolgariyada mana shu ish o'rinlariga dokument topshirish uchun, ro'yxatdan o'tish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi, yosh chegarasi, til talabi, dokument topshirganingizdan so'ng vizangiz qancha vaqtda chiqishi, Bolgariya ishchi vizasi sizga qanday imkoniyat berishi, Bolgariyani ish joyigacha yetib olguningizga qadar siz ketadigan xarajat qancha bo'lishi, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agarda o'qib eshittiradigan vakansiyalarim orasida siz qiziqadigan soha bo'lmasa, Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanalga o'tib olishni video davomida ko'rsataman. Agarda kommentariyaga kirsangiz ham ko'k yozuvda Telegram kanalimiz havolasini qoldiraman. Ustiga bosib Telegramimizga o'tib ko'rishingiz mumkin, balki obuna bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Ana endi sizga ish o'rinlari hamda oylik maoshlarini o'qib eshittirishni boshladim. Xo'p, Bolgariyada ish o'rinlari. Ayol va erkaklar, ferma xo'jaligi, $1000 oylik maosh. Hozir o'qib eshittiradigan barcha ish o'rinlarida yosh chegarasi 20 yoshdan 45-50 yoshgacha, til bilish talabi esa rus tilini suhbat darajasida bilish. Oxirgi vakansiyagacha hammasini rus tili yoki erkak va ayol
yosh chegarasi 20 yoshdan 45 yoshgacha deb aytib o'tirmayman. Hammasi bir xil. Chorvachilik ayol va erkaklar $1000 dan $2000 gacha. Traktorchi erkaklar $1100. Ko'kalamzorlashtirish ishlari ayollar $1000. Xona tozalash ishlari ayol va erkaklar bunda ham $1000. Oshpaz yordamchisi ayol va erkaklar $1100. Ekskavatorchi erkaklar $1300. Eslatib o'taman, yosh talabi 20 yoshdan 45 yoshgacha va 50 yoshgacha bo'lishi mumkin. Fura haydovchisi $1700 erkaklar, elektrik va svarshiklar $1300 dan $2000gacha erkaklar, montajchilar $1000 dan $1500gacha erkaklar, qurilish ustalari $1000 dan $2000gacha erkaklar, yosh talabi 22 yoshdan 20 yoshdan 45 yoshgacha va apalobkachi, suvoqchi, armatura to'qish, g'isht teruvchi va hokazolar rus tilini suhbat darajasida bilish kerak, ish tajribasi bo'lishi kerak. Avtomobilni bo'yash $1100 dan $1300gacha, avtoelektrik esa $1100 dan $1250gacha oylik maosh olishadi. Bolgariyadan taklif etilayotgan eng sara ish o'rinlari mana shulardan iborat. Endi bularga dokument topshirish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishini aytib o'taman va siz bu vakansiyalar haqida yanada to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Negaki qaysi biridadir 1 yillik yoki 2 yillik ish tajribasi so'raladi. Til bilish talabi suhbat darajasidan sal yuqoriroq bo'lishi kerak. Mana shularni ham deylik bormoqchimisiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Hozir to'liq ma'lumotni har bitta vakansiya bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, videomiz 1 soatdan oshib ketadi va menimcha deyarli ko'pchilik ko'rmaydi. Xo'p, endi bu sohaga dokument topshirish uchun qanday hujjatlar kerak? Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda 3x4 ko'rinishda oq fonda surat, uchinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turi, maktab attestati, kollej, litsey, magistratura, universitet, institut diplomlari bo'lsa bittasi bo'ladi. Xo'p, oxirgisi esa sudlanmaganlik haqida hujjat. Buni esa Davlat xizmatlar markaziga borib olishingiz mumkin bitta pasport orqali. Xo'p, ketish uchun aytib o'tilgan hujjat bu majburiy. Xo'p, ixtiyoriy hujjatlar qaysi biridadir soha bo'yicha diplomingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni birorta ish staji yozilgan, ish tajribasi ko'rsatilgan hujjatingiz bo'lishi mumkin yoki til bilish sertifikati bo'lishi mumkin. Mana shu dokumentlarni ham hujjatlaringizga qo'shib topshirsangiz, sizga ishga ketish imkoniyatingizni yanada oshirib beradi. Xo'p, ushbu ish o'rinlarida ishchi joyingizgacha yetib olguningizga qadar ana endi hujjatlar, firma to'loviga qancha xarajat ketadi. Xarajatingiz $1000 dan $1500-1800gacha bo'lishi mumkin. Qaysi ish o'rniga jo'nab ketishingizga va qaysi ish o'rnidan ro'yxatdan o'tib dokument topshirishingizga qarab. O'ylaymanki, sizga to'liq ma'lumot berib o'tdim. Ana endi oylik maoshlarni dollarda aytdim, yevroda emas. Xo'p, Bolgariya ishchi vizasi, bu Bolgariya vizasini olganingizdan so'ng siz 29 ta mamlakat ichida aylanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Sayohat qilibmi, juda ishlash demayman-u, lekin 1-2 oy ishlab kelsangiz ham bo'ladi. Masalan, Bolgariya vizasini oldingiz, ishchi vizasini Bolgariyada 3-4 oy ishladingiz. Germaniyadan ish chiqadigan bo'lsa, borib 2 oy yoki ish beruvchi sizga 1 yillik viza qilib bersa, 1 yillik ham ishlab kelishingiz mumkin. Norvegiyada baliqchilik sohasi rivojlangan, mavsumiy ishlarda 3-4 oy davom etadi. Mana shu Bolgariya ishchi vizasi orqali Norvegiyaga borib ham 3-4 oy mavsumiy ishda ishlab kelishingiz mumkin. Negaki 29 ta Schengen hududiga a'zo mamlakatlar ichida Bolgariya ham kiritilgan. Ushbu mamlakatlardan agar sizga ro'yxat kerak bo'lsa, kommentariyada Schengen hududiga a'zo mamlakatlarning ro'yxatini tashlab bering siz. Men sizga 29 ta mamlakatni tashlab beraman. Ya'ni ularning orasida qaysi mamlakat borligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Norvegiya, Germaniya bor, Buyuk Britaniya kirmaydi Schengen hududiga. Xo'p, bu yerda Finlandiya bor, Shvetsiya, Shvetsariya bor, Fransiya, Ispaniya bor, yana qolaversa 20 dan oshiq mamlakat bor, aytib o'tgan mamlakatlarimdan tashqari. Agar mana shu ish o'rinlari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada ism, familiyangiz, qaysi mamlakatdasiz, rus tilini bilasizmi yoki yo'q, mana shuni yozib qoldirsangiz va yoshingiz necha yoshda, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib mana shu vakansiyalarni taqdim etamiz. Agarda Telegram kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz ham kirib ko'ring. Bolgariya, balki Bolgariyadan tashqari butun Yevropa hamda dunyo bo'ylab
ishchi vakansiyalarimiz taqdim etilgan, kirib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Agarda sizga ma'qul kelsa, dokument topshirib ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin bo'ladi. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.